Assalomu alaykum, Real Dunyoning Real yaponchilari. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bizda yana yangilik Xonqada quloqlab degan bir filialimizni ochdik. Isoq, Xonqada ochildi. Endi bu hozir brat bilan gaplashsam aytadi. Nima beradi bu Xonqa xalqi texnobozor ochilishdan? Konkret ko'paysa arzonchilik dedi xalq azadadi. Haqiqatdan zo'r. Biz apros o'tirdik. Eng ko'p Xonqadan zapros chiqdi, shuncha Xonqadan bir filialni ochib berdik. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Eng ko'p qaysi rayondan talab tushsa shu tumanda. Hava. Shu tumanda ochamiz. Shu tumanda ochamiz, xudo xolasa. Bu mana texnobozorni Xonqada bo'lgani no foyda, no minus desa, hamma texnobozorda ketib turgan hamma aksiya shu yerda amal etadi. Prosta yana borib 25 km, 20 km borib kelib o'tirmaydilar. Bu yerda Daritaliyanda Qo'shko'pirdan nechik narsa bo'lsa, bu yerda ham shu narsa bo'ladi. Plyuslar qo'shimchasi bor bu yerda. Shu oyning oxiridan faqat Xonqa filialida naqd to'lov va 25% skidka, undan tashqari 10% cashback bor. Ya'ni Misol uchun shu 1 millionda olsak, misol uchun 10 millionlik vaj aldi. 10 millionda 2,5 million minus bo'ladi, 7,5 million bo'ladi bahasi. Plus 1 millionlik haqlagan narsani tutib ketadi. Ya'ni 25%, 2,5 million chegirma bo'ladi. Undan tashqari 10% cashback bor 10 milliondan. 1 millionlik istagan narsani do'kondan olsa bo'ladi mutlaq. Shu oyning oxirigacha. Ava. Faqat Xonqa filiali ochilish munosabati bilan bor. Ava 20-chislagacha damozimiz ham ketib turibdi. Damozimiz ham qatnashchilar xudo xolasa Xonqadan xaridasizlar ham 20-chislada damoz o'ynaymiz. Ko'pchilik damozni quri damoz deb tushunib o'tiribdi aka. Undan tashqari ko'plab podarkalar, 50 dan ziyod podarka beramiz deb turibmiz. Ullari kichiklar, hammasi qimmatbaho bo'ladi xudo xolasa. Endi aytchakim 100 millionlik damozga aralashgan odam banda bir yana 30 millionlik vaj qo'yib beradi. Ava bahasi qimmat emas. Shu bahasi o'zgarmagan holatda prosta 500 ming so'mdan oshib xaridni amalga oshirasiz. Damoz o'tib ketishi ehtimoli katta. Mo'sh Xonqada o'tar. Mo'sh Xonqada o'tar. Ha, kimning nasibasi bo'lsa bu Urganchda o'ynaladi. Daritalni oldinda xudo xolasa 20-chislar soat 7 da o'ynaladi. Üzerimiz bo'lamiz uyda primoy efir etamiz, hammasi ochiq aytib ko'rinadi. Misol uchun, ishi telefonlaringiz Parkni yanı bo'lsin, Daritalni yanı bo'lsin, Xonqa bo'lsin, shondagi narx xuddi shu narsa, bedam xuddi shu narsa. Shu aksiya shu va shu. Shu hamma o'zimizda 13 oy toza telefonlarga garantiyasi bor. Ishlatilgan bu telefonlar ham assortimentiga keladi, ular ham 13 oy garantiyasi bor. Bizda no farqi bor boshqa yerdan desangiz, ishlatilgan telefonlar bir oydan ko'p garantiya berilmaydi. Bizda 22 etaplardan proverkadan o'tgandan keyin o'zimizda yoki ishonchimiz komil bo'lgandan keyin 13 oy garantiya beramiz. Ichine suv girmaydi даже. Ishlatilgan bu 13 telefonlar. Toza telefonlarning hammasidan 13 oy garantiyasi bor. O'zi 12 oy yurib turgani, bizda 13 oy. Nasib desa eng zo'rlarini ko'rsatamiz, ya'ni snap 1 oylik va 1 yillik bor deydi-ku, 1 oylik narsa kelamiz, faqat 1 yillik bosamiz. Xonqadagilar tashab qo'yinglar. Xonqada qaysi danishingizda shu videoni qarindoshlar gruppasi, sinfdoshlar gruppasidan tashab qo'yinglar. Yana bir imkoniyat. Bu magazin soat nechagacha ochiq bo'ladi? Bu magazin hozircha 9 dan 7 gacha ishlab turibmiz. 3 paxtani yonimda. Yana bir narsa aytish kerak. Xohlagan maishiy texnikani o'zini pulini 12 ga bo'lib olsalar bo'ladi. Masalan, yana shu narsa 1 million 700 ming so'm bo'lsa, to'g'ri 12 ga bo'lib oladi, 2 oydan boshlab to'laydi. Pasport plastik. Men 2 sandan chiqib ketadigan pul 1 million 770 ming so'm chiqami? Yo 2 million 200 so'm ketadi. Yo'q, 1 million 770 ming so'm boy emas, keyingi oy to'laysiz. Prosta pasport plastik bilan kelishi kerak. Yo'q, menda quri pasport desam, faqat pasportni o'zidan beramiz, oldindan 20% to'lov olib aytadi. Lekin shu pul bo'ladi. Ha, shu pul oldindan 20% dan to'laydi, qolganidan 12 oy bo'lib to'laydi. Quri pasport bilan nasib desa, ko'pchilik dehqonchilik qiladi, shoferchilik qiladi. Misol idorada ishlamaydi odamda plastik olmaydi-ku, ham olishim kerak degan narsada biz shu narsani rechenat qo'yibmiz. Oldindan 20% to'lovini beradi, qolgan pulni 12 oy bo'lib to'layveradilar. Xohlagan texnikani, telefonlardan tashqari hamma narsaga amal etadi. Shu o'rinda aytib o'tib keting, hozir ko'pchilik odam remodat turibdi, kuxnasi remodat turibdi, boshqa turibdi. Hozir ko'p odam imon o'tib ketdi, ustida mebelni deb aytilammi? Ha, mebel. Shunga o'tib ketdi. Sabab plitani kamroq ishlatadi. Plita ishlataman desam, buni ham dinni oladi. Buni variantlari ko'payib ketdi hozir. Hozirda buni variantlari ko'p kelib boshladi. Bu 900 ming so'mdan boshlab ketaveradi har taraf. Bu usti shishasi bor. Cho'yini, qalini, yubqasi har xildan bor. Keyin yana telefon aytdilar. O yandan go'jida urdilar. Xolodilnik masalasini chiqarib turibdi. Xolodilnik boyaga aksiya masalasini chiqardi. Qaysi?
O siz bilan aksiya tushaylik-ku Daritalda. Hava уже pishdi-ku, tamam bo'ldi. Xudo xolasa yangilik kutib turinglar. Televizor chempionat-ku, televizorlar zo'r narsani aytamiz hali. Tez o'ra. Hava, televizor chempionat. Bu yerdan chiqaradi endi, bu yerga kelib qoladi degan odam bo'lsalar. Xohlagan xolodilnikni tutadi, o'zini qo'lida aytgan deyman. Misol 6 million 820 ming so'm doğru 12 ga bo'lib boshqa bo'ladi. Yo'q, men 100% ustida to'layman desa, yan qaytgan 25%ni chegirib tashlaymiz. Plus 10% cashback va 682 ming so'mlik xohlagan narsani ketaveradilar. Besplatniy, bo'lmasa. Shunda menga ancha zo'm tushadimi? Bizda 1 yil asas 6 million 820 ming so'm tushadi. Agar 100% to'lab oladigan bo'lsa, shu oyning oxirigacha faqat. Shu oyning oxirigacha faqat Xalqqa filialida amaliyotda aksiyamiz minus 25%, 5 million 100 bo'ladi. Bundan tashqari 682 ming so'mlik xohlagan narsani ketaveradilar, besplatniy. Bonus ayt. 5 million 100 ga tushadi bahasi. 6 million 800 lik narsa, plus 682 ming so'm istagan narsani ketaveradi. Hemen shunda aytaymi ya hozir? 5 million normal ifade yol bilan mi deb turadi? Bo'yi 180, 80 qo'lni ushlab so'tadi. Ya apam telefon atdidan u yandan so'rab turibdilar dedi. Ben şu aytib bering. Bu pastda aynan bundan keyin ko'p reklama qilyapti. Xalasan, imonini bo'yina 5 til. 6 million 940 ming so'm. Bu eng zo'ri hozirgi kundagi. O'sha ko'rdingizmi, metallический bo'lib ketgan ayberlar ham. Krom. Bu 5 til firmaniki. Bu 100 so'm farqi bor ekan. Hava 100 so'm farqi bor, o yil motorina o'zini 3 yil garantiya. Bor shu gap. Hava assortiment ko'p. Xohlagan variantda olaveradilar. Hozir kimimiz bor, doldurib turibmiz yana. Sizlar keyingi filiali qaysi rayonda ochilsin? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Qaysi rayon ko'p ovoz yanglasa, shu rayonga boradilardan qulay yerini ko'rib shu yerda ochishga harakat etadilar. Hava xudo xolasa. İşi yıl misal ko'p yerda yangilik bo'ladi. Hava xudo xolasa, yangilik qilishdan to'xtamiz, bizlarni kuzatib boringlar. Xudo xolasa sizlar uchun zo'r narsalarni aytib boraveramiz. Rahmat sizlar. Sizlarga rahmat. Chiqgan narxlar assalomu alaykum. Zo'r hammasi. Zo'rang? Rahmat. Aka narxlarini chiqgan assalomu alaykum. Bo'ladimi? Boshqa bir tavsiyasi olam Texno bozorga kelishni. Yaxshi, juda yaxshi. Xanqaga nov foydasi bor Texno bozorni bu yerda ochilganda. Foydasi yaxshi, arzon. Shunday nima ko'p narsalar. Urgancha bor keladi bilmaysiz. Endi yaqin. Shunday turibman. Rahmat. Boshliq narxlarini chiqgan assalomu alaykum. Narxlarim zo'r, ajoyib. Bo'ladimi? Ajoyib. Ham yomon. Texno bozorni Xanqada ochilgani, Xanqalar uchun nov imkoniyat beradi. Nov foydasi bor, nov zarari bor. Endi raqobat bu yerda imkoniyat katta bo'ladi. O'sish bo'ladi. Ha, bo'ladi. Qani endi asloversa xalq uchun foydasi dum ketdi. Ajoyib. Ajoyib. Rahmat sizga. Bizani ko'rib turinglar, sizlarga qiziqarli, bir-biridan foydali videolar chiqarishda davom etamiz. Ko'pinglar ulgurib qoling. Faqat shu oy oxirigacha katta imkoniyat bor. Xanqadagi filial ochilishi munosabati bilan. Bizani ko'rib turinglar, xo'sh, omon bo'linglar. Bu Texnobozor 2017-yil Qo'shko'pirda tashkil topgan 3 ta jo'ra bo'lib ochgan namiz. Hozir ham shu 3 ta jo'raga keltiramiz. Bu ya'ni o'zimizning milliy brend, o'zlarimizning e'lonli bolalarimiz, xudo xolasa Toshkentdan kelib ochilgan narsa emas. O'zlarimiz. Biz asoslarda yangilik yaratishda davom etamiz. Hozirgi kunda 4 ta filialimiz bor. Indiki xudo xolasa ochilishimiz 10 yillik bo'ladi. Bundan tashqari hozir sizlarga 200 ming so'mlik voucher tarqatadilar. Bu notebook olaman deb bilgan tanishlaringiz bo'lsa, prosta berasizlar. Bahosini kelishasizlar. Kelishib bo'lganingizdan keyin prosta bizlarni hurmat etib, ishora kelganlaringiz uchun u oddiy qo'shib beriladigan narsa. Misol 3 milliondan kelishganingizdan keyin ham yangi 200 ming so'm naqd pul o'rnida o'tadi. 2 million 800 ga xarid etsangiz bo'ladi. Eng yaqin bahosidan tashqari.